5 dekabr. Assalomu alaykum. Emirabad avtosavdo podpishchilar, obunachilar. Egadan Spark'ni zo'ri keldi. JK2 Svetdina 2018-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlari bor, mexanika korobka. 1.5 motor bilasizlar, lyuks konditsioner, arka bir eshikda kraskasi bor ekan. Boshqa hamma yeri 100% rodnoy, metan gazi bor aytdik. Mashinning bahosini aytaman 72 million bo'ladi bahasi. Bitta eng dakalan yeri 72 million. JK2 Svetdina mashina svejiy, lekin motorlar ishlab turishi, xodoylari, salon qismini ko'ringlar. O'zini radno chexolidagi Lenin poliki bor, 198 ming yurgan. Mashina ishlab turibdi, motorlar, konditsionerlari, pechka, sechka hamma yeri ishlab turibdi. Metan gazi bor. 4 yumshoq baloni toza qo'yilgan. Kimga qiziqarli bo'lsa, Emirabad avtosavdoga kelaverasizlar, Spark'imizni qo'ydik.